Assalomu alaykum azizlarim, Begoyim oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan trendda bo'lgan mini napoleonchalar tayyorlaymiz. Marhamat tomosha qiling. Elangan un ustidan qattiqqina bo'lgan sariyog'ni terkadan o'tkazib yengilgina qilib qorishtirib olamiz, ya'ni urvoq holatiga keltirib olamiz. Yog'dagi suvga 1 choy qoshiqda tuz, 1 choy qoshiqda uksus, 1 dona tuxum solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi suvli qorishmamizlarni hammasini unga solamiz va bir chekkadan tezgina xamir qilishni boshlaymiz. Xamirni silliqlamasdan qorib olish kerak. Endi 20-30 daqiqaga xolodilnikka qo'yamiz. Napoleon uchun eng yaxshi krem sariyog' va moloko. Xona haroratdagi sariyog' bilan molokoni yaxshilab miksirlab olinadi. Birozgina xolodilnikda xamirimiz qotib oldi. Endi buni bemalol ishlov bersak bo'ladi. 3 ta zuvalaga bo'lib olamiz. Har bir zuvalaga alohida ishlov berib olinadi. Endi har birini alohida un sepib, xuddi shunaqa ekranda ko'rgan holatingizdagi qilib bir ozgina yoyib olinadi. Xamirga xuddi shunaqangi taxlo berib olamiz. Shundagina napoleonimiz yana ham yaxshi yoyiladi. To'rtburchak holatda bir tekis bo'ladi va ichlari g'ovak bo'ladi. Yana 20 daqiqaga salofan tagida qoldirib, xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan xamirlarni to'rtburchak shaklida list barobarida qilib yoyib olamiz. Yoyilgan xamirni birozgina tindirib qo'yamiz, keyingina chetlarini tekislab kesib olamiz. Napoleonchalarni katta kichikligiga qarab o'rtasidan shunaqangi chiziq berib 15 sm-li lentichkalarga bo'lib chiqamiz. Endi bizga cho'p bilan falga kerak bo'ladi. Cho'pga falgani o'rab olamiz. Endi har bir lentichkani alohida qilib shunaqangi falgaga rulet shaklida o'rab chiqiladi. Mana barchasini o'rab oldik. Endi gaz pechida 150 gradus haroratda 15 daqiqa mobaynida barchasini tillarang bo'lgunicha pishirib olamiz. Xamir osongina shunaqangi falgadan ko'chib chiqadi. Qaranglar qanaqangi zo'r bo'lib pishib tayyor bo'libdi. Albatta barcha masalliqlarni opisaniyada yozib qoldirganman. Bitta zuvalani oddiygina qilib listga yoyamiz va urvoq uchun alohida pishirib olamiz. Endi tayyor bo'lgan napoleonchalarimizni kremga yaxshilab botirib olamiz. Keyingina urvoqqa botirib olamiz. Agarda siz qaymoqli krem qilgan bo'lsangiz, buni ichiga bemalol qaymoqli kremdan ham to'ldirib olishingiz mumkin. Azizlarim, juda ham zo'r holatda tayyor bo'libdi. O'zimga ham yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, tayyorlab ko'ring. Unchalik qiyin emas. Men sekinroq qilib ko'rsatishga harakat qildim. Kelasi videolargacha obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan yana g'oyibona diydor qadar xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.